Xitoy Uyg'ur kimligini o'zgartirish va strategiyalik rayonni kontrol qilish uchun majburiy emgak usulini qandaq yo'lga qo'yyotidi. Tajovuzchi Xitoy hukumatining emgak programmalari aslida davlatning eng namrat rayonlarini namratlikdan qutuldirishni maqsad qiladigan programma bo'lib, hozir bo'lsa Xitoy hukumati buni o'ziga bo'lgan qarshilikni ojizlashtirish quroli sifatida xizmat qildirmoqda. Uyg'urlar Xitoy shaharlariga poyezd va aeroplan bilan hamisha o'xshash bosh kiyimi yoki chapon kiydirilib, guruh shaklda elib kelinadi. Ular majburiy holda hukumat tomonidan ehtiyojli joylarga xizmatga avatildi. New York vaqti gazeti va tadqiqot jurnalistika idorasining birlashma tekshirishida Uyg'urlarning o'z vatani Sharqi Turkistondan emgak programmalari orqali ilgarigidan texnik keng ko'lamda ichkari o'lkalarga yo'tkalayotganligi oshkorlandi. Bu tekshirish materiallariga asoslanganda majburiy yo'tkalgan ishchilar hozir Xitoy o'lkalaridagi zavodlarda nurg'un dangliq markalar uchun har xil tovarlarni ishlab chiqarishga qatnashayotgan bo'lib, xalqaro nazorat qiluvchilarning ta'minlash zanjiridan majburiy emgakni aniqlash va tozalash tirishchanligi xirisga uchirmoqda. Hatto Yevropaning eng dangliq markalarining ta'minlash zanjirimi bo'lgan. Kam deganda 30 cho'ng mashina ishlab chiqaruvchi shirkat, jumladan Tesla va Biadi qatorliq to'qliq mashina sohasidagi dangliq shirkatlarmi bu ishga chetishlik bo'lishi mumkin. Hubei, Shandong va Xitoyning boshqa ishlab chiqarish zavodlaridagi majburiy emgakka selinayotgan Uyg'urlar tarafidan yasalgan Mercedes, Puma, Volvo mashinalari tizimchan ekranlardan motorlargacha mashina zapchastlari dunyodagi eng dangliq mashina markalariga kirib ketgan. Yana bir manbada Uyg'ur ishchilar kam deganda 5 cho'ng kasbdagi 70 dan ortiq zavodga tarqoqlashtirilgan. Masalan, Hubeyda ishlab chiqarilgan zapchastlar Yevropaning eng olqishlanadigan to'qliq mashinalaridan tortib, Londonning qora taksilarigacha hamma narsaga bog'langan. Her kuni minglagan mashinalar bu zavodlardan to'shildi. Trump prezidentlikka kelgandan keyin yo'lga qo'yilgan yangi tamojna beji tuzumi mashinalarni nuqtaliq nishon qilgan bo'lib, u 2018-yilda tunji qatim Xitoy bilan boshlagan savdo urushini kuchaytgan. Ammo butun dunyoda mashina ishlab chiqaruvchilar Xitoyning ishlab chiqarish zanjiriga tayinib qolgan bo'lib, bularning nurg'uni majburiy emgak bilan ta'minlanadigan bo'lg'achqa tamojna beji mashinalarning tannarxini oshirishi mumkin. Tarafning mashina va mashina zapchastlariga qo'ygan tamojna bezi ehtiyotsizlikdan zamonaviy mashina qurashtirish liniyasining qanchalik xalqaro ekanligini oshkorladi. Ya'ni mashina yasalishdan ilgari yakka zapchastlar 10 qatim chegaradan o'tadi. Masalan, Hyundai mashinalari sitqi ko'rinishidan Koreyaning, ammo Hyundaining qurashtirish zavodlari Xitoyning ta'minlovchi zavodlariga, asosliqi Shandongdagi zavodlarga tayinadi. Mutaxassislarning mo'ljallashicha 10 minglagan Uyg'ur namratlikdan qutuldirish yoki 5-chi emgak kuchlarini yo'tkab ishlatish nomida yo'tkab elib ketilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining emgak mutaxassislari, olimlar va kishilik huquq faoliyatchilari bu programmalarning majburiy xarakterlik ekanligini aniq o'rtaga qo'ydi. Tajovuzchi Xitoy hukumati Uyg'urlarni Sharqiy Turkistonning boshqa joylariga emas, balki Xitoyning ichkari o'lkasidagi xizmatlarga yo'tkashda uzundan buyon markaziy rol o'ynab kelgan. Bu xizmat strategiyasi dastlabdan namratlikni va ishsizlikni azaytishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi yillardan buyon u Beijingning bexatarlik nomida Uyg'ur kimligini o'zgartirish tirishchanligining muhim bir qismiga aylandi. Uyg'ur majburiy emgak mutaxassisi antropolog Adrian Zenizning so'ziga qaraganda, hukumat emgakchilarini yo'tkash programmasini lagerlarda bo'lmagan Uyg'urlarni kontrol qilish uchun ishlatgan. Xitoy amaldorlari bu Uyg'urlarning nurg'unini bekorchi deb qarab, xatarlik deb bilgan va ularni yaqindan nazorat qilishni talab qilgan. 2018-yilda Xitoyning sharqiy shimolidagi Nankay universitetining olimlari tomonidan yozilgan Xitoy amaldorlari bilan o'rtoqlashgan bir dokladda Uyg'urlarning Sharqiy Turkistondagi nopus zijtiqini azaytish va bu millatni aralashtirish va assimilyatsiya qilish uchun yo'tkash programmasini kengaytirish taklifi berilgan. Washingtondagi kommunizmga qarshi tashkilot tomonidan qo'lga tushirilgan Sharqiy Turkistondagi Xitoy soqchilarining oshkorlangan ichki hujjatlarida ko'rsatilishicha, emgakchilarni yo'tkash qatorliq hukumat programmasiga qatnashni rad qilgan har qanday odam qo'lga ilinadi ekan. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, ishga elish jarayoni majburiy xarakterlik. U hamisha hukumat emgak atratlarining yezlaridagi uylarga berib, bir-birlab dehqonlarni uydan ayrilishga majburlashdan tashkil topadi ekan. Kanadadagi Simon Fraser universitetining professori va Uyg'ur madaniyatini tadqiq qiluvchi antropolog Darren Baylerning so'ziga qaraganda, hukumat amaldorlariga davlat tomonidan bekitilgan yo'tkiladigan ishchilar soni nishoniga yetish uchun mumkin qadar ko'p Uyg'urni ishga elish uchun rag'batlantirish berilgan. Uyg'urlar majburiy emgakka qatnashishga majbur. Chunki boshqa fursatlar yo'q. Nurg'un Uyg'ur dehqonlari hukumatning taraqqiyot bahonasida yerlarini tortib olishi bilan kirimdan ayrildi. Hech qisi yo'q. Ikki qo'limiz va cho'ng so'mkimiz bo'lsa, bu paxtani tizla terib olamiz. Ammo kechda uyga qaytganda azobimizni faqat o'zimizla bilamiz. Bu ishg'olchi Xitoyning qo'lida paxta terayotgan bir Uyg'ur erining ovozi edi. Yana birisida bir yolg'iz ona ikki kichik bolasi bilan paxta terayotganligi ko'rsatildi. O ziyoratchiga o'tgan kuni 3 oydan 151 kilogramm paxta terib $21 topganligini aytdi.
Xitoyning boshqa bir yeridagi turdosh busin chet elga tarqalsa ofat bo'ladi deb baho berdi. Paxta etizini boshqarayotgan ishg'olchi Xitoy ko'chman tarafidan yo'llangan yana bir sinda Sharq Turkistonning Avat nahiyasidagi bir etizda 3 Uyg'ur bolaning ishlayotganligi ko'rsatildi. Kona, yeshil va sariq o'g'it xaltalari ularning beliga esilgan edi. Bu Xitoy bir bola bilan paranglish uchun to'xtaydi. U bolaning bo'ynida Xitoy kimlik kartasiga bog'langan QR kodi bor bo'lib, uning 7 yosh ekanligini bildiradi. Tajovuzchi Xitoy bir tarafdan bolaga kulimsiradi deydi. Nurg'un mutaxassislar busin ahvolidan Xitoy hukumatining bolalar emgiki qonuniga xiloflik qilganligini, shundaqla xalqaro ahdnomalarga xiloflik qilganligini ko'rsatdi. Bolalar emgiki mutaxassisi va Amerika emgak ministrligining sobiq direktori Marcia Eugenio, "Men bundaq sillarni ko'rganimda ishqa silish va majburlangan yushurin kuchni ko'raman. Kichik bolalarning maktabda yoki o'yin maydonida bo'lishining o'rniga issiq havoda paxta etizida xizmat qilib, ruhi tushkun va g'arg'in ko'rinishi ko'ngilni yerim qiladi", dedi. Tajovuzchi Xitoy hukumati 2021-yili paxta yig'ish xizmatining 80%dan ortiq qismining mashina orqali qilinganligini e'lon qildi. Ammo Sharqiy Turkiston tadqiqotchisi Adrian Zenizning aytishicha, kishilar yanada paxta etizlariga qo'lda terishga avatilmoqda ekan. 2021-yili Germaniya taratqullarining tekshirishida Sharqiy Turkistondagi 2,7 million gektar paxta terilgan yerlarining sun'iy hamroh suratlari tahlil qilinib, paxtaning 3dan 1dan ortiq qismining qo'lda terilganligi xulosa qilindi. Sharqiy Turkistonning janubida ziroatning 96% qo'lda terilgan. Zenizning aytishicha, Sharqiy Turkistonning janubiy majburlash eng kuchli joy ekan. Paxta uzundan buyon Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligiga xalqaro javob qaytarishning markaziy tutqusi bo'lib kelgan. Dunyodagi paxtaning 5dan 1ga yaqin qismi bu rayondan keladi. 2021-yili Amerika Tamojna idorasi Sharqiy Turkiston paxtasini va xom ashyo bilan yasalgan har qanday narsani, masalan, kiyim-kechak yoki oyoqni import qilishni chekildi. Amerika majburiy emgak kuchiga bo'libmi Xitoydagi Uyg'urlarga munosabatlik masalalarga qarshi qattiq pozitsiya bildirib kelmoqda. 2022-yil 6-oydan boshlab Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni rasmiy kuchga ega bo'ldi. Bu qonun Sharqiy Turkistondan kelgan mahsulotlarning majburiy emgakka chetishliq ekanligini faraz qilib, ularni Amerika bozoriga kirgizmaslikka yo'l ochdi. Ayni chog'da Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning majburiy emgak siyosatini qattiq aybligan bo'lib, yer shari ta'minlash zanjiridan majburiy emgakni chiqarib tashlash uchun ittifoqdoshlarni birlashishga chaqirdi. Bu qonun orqali Amerika Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligiga qarshi iqtisodiy embargo harakati qo'zg'atdi. Yevropa ittifoqi majburiy emgakka qarshi umumyuzlik tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, Amerikaga solishtirganda bu masalada sal yumshoqroq pozitsiya tutdi. Yevropa ittifoqi Sharqiy Turkistondan kelgan majburiy emgakka chetishliq mahsulotlarning o'z bozoriga kirishini cheklashga yuzlangan bir qator cheklimlarni yo'lga qo'ydi. Masalan, Germaniya tashqi ishlar ministri Yevropa ittifoqining majburiy emgak mahsulotlarini cheklash siyosatining inson huquqiy va o'lchamli qimmat qarashlariga asoslanganligini ta'kidladi. Kanada va Yevropa ittifoqidagi ba'zi davlatlar majburiy emgak kuchi bilan ishlangan mahsulotlarni boykot qilishga qo'shildi. Qandaqli bo'lmasin, Yevropa ittifoqining bu sohadagi siyosati Amerikadek qattiq ijro qilinmadi. Va ba'zi a'zo davlatlar, masalan, Germaniya Xitoy bilan iqtisodiy munosabatlarni saqlab qolish uchun tangpungliq siyosatini davomlashtirdi. Amerika majburiy emgakka qarshi qattiq qonunlar orqali Xitoyni jazolash va yer shari ta'minlash zanjirini tozalashni maqsad qilsa, Yevropa ittifoqi texmo mo'tadil pozitsiya tutib, inson huquqini qo'g'dash bilan iqtisodiy manfaatni tamponlashtirishga urinmoqda. Qandaqli bo'lmasin, har ikki taraf Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka qarshi iqtisodiy cheklimlarni kuchaytirish yo'lida harakat qilmoqda. Undaqda sizchi Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan bostirish siyosati va majburiy emgak kuchi bo'lib ishlatilayotgan aka-ina, ochi singillar uchun nima ish qila oladingiz? Vatanimiz Sharqiy Turkistondagi mazlum urug' tuqqanlarimizning qon tari badaliga yasalayotgan mahsulotlarni setish va setib olish g'arbliklarning vijdonini uyg'otib cheklashga elib borgan ekan, sizning va bizning vijdonimiz buningga qanday javob qaytardi?